Assalomu alaykum. Demak, Forex'dagi mm, sarguzashtimizni davom qildiramiz. Bu hafta uncha yaxshi bo'lmadi. Grid strategiyani ishlatishda bitta joyni hisobga olmagan ekanman. Ashibga desam bo'ladi. Uni tushuntirib o'taman. Natijalarimiz mana yil boshidan oladigan bo'lsak, shunaqa minus bo'ldi. Sredствоni 50%gacha. Jami yil boshidan ko'rsatkichlar mana shunaqa, baribir grid strategiya plyusda bo'lyapti, keyin breakout strategiya plyusda bo'lyapti. Boshqa strategiyalar minusda. Bitta aksiya olganim plyusda, keyin broker killersdan bitta signal bo'yicha pozitsiya ochgandim, shu plyusda. Bu tip movement degan bu strategiyaga uncha ishonmadim, shuning uchun uni o'chirib qo'ydim. Boshqa strategiyalar hozircha ishlab turibdi. Iloji boricha shu avtomat aralashmaslikka harakat qilaman. Faqat bitta strategiya, ikkita strategiya urushni ochiladi. Urushni aralashadi grid strategiyada. Keyin bir ikkita pozitsiyalarni yana urushni ochishim mumkin. Bu raqamlar endi qaysi joyini hisobga olmaganim to'g'risida. O'sha grid strategiyada bitta o'zim yaratgan robot ishlataman. Shu robotda bitta nastroykasi bor. Jami foizdagi daromad yoki zararga qarab pozitsiyalar yopiladi shu strategiyaniki. Misol uchun 1% plyus bo'lsa yopiladi yoki minus nechidan foiz bo'lsa yopiladi. Buning uchun shu svoystvosida shu strategiyani mana bu joyda take profit in percent degani bor. Masalan, 1% bo'lganda ishga tushadi kuzatish, yoki minus nechadan foiz bo'lganda yopiladi. Mana shuni minus 100% qilib qo'ygandim. Bu formula topilishi, demak, ochiq pozitsiyalar foyda yoki zarari, foyda deylik, bo'linadi jami sredstvoga. Sredstvo deylik. Shu necha foiz bo'lsa, shu demak shunga qarab aniqlanadi. Sredstvo degan inglizchada equity deydi. Ruscha bo'lsa sredstvo bo'lib turadi. U demak kredit bo'lsa, kredit bilan balans qo'shiladi. Shu sredstvo kelib chiqadi.
shu 100% turuvdi. Bu degani grid strategiya bo'yicha 100% risk bilan ishlayotganim, chunki depozit katta emas. Ko'paysa tezroq ko'paysin deb shunga qo'yilgan. Demak, misol uchun agar sredствоmiz 200 bo'lsa, -100 ga ochiq pozitsiyalar -100 bo'ldi. Sredstva demak ochiq pozitsiya ham hisobga olinadi bunda. Bu -100 bo'ladi-da, sredstva 100 bo'lib qoladi. Shunda demak -100 bo'lingan 100 bo'ladi-da. Shunda bizni agar foizda hisoblanadigan bo'lsa -100% bo'ladi. Demak -100 ga kelganda shu strategiya bo'yicha grid strategiya bo'yicha hamma pozitsiyalar yopildi. Shuning uchun sredствоning 50% minus bo'ldi shu hafta. Tarixdan ko'radigan bo'lsak, mana shu joyga kelganda bo'lgan. Mana agar shuni oldindan bilganimda -100 emas, balandroq qilib qo'yardim. Hozir ming turibdi hozir. Bu endi o'zim kompyuterimda bu yoqilmagan, serverdagisi yoqilib turibdi. O'zi asosiy pozitsiya ochadigani serverdagi, ochib yopadigani serverda. Men faqat urishni aralashganda shu o'zim kompyuterimdagini qo'shimcha pozitsiya ochib ko'raman. Ikkita terminalda ham bitta shu strategiya bo'yicha ishlayveradi. Xullas, mana shu yerga kelganda shu 100% bo'ldida, yopildi. Lekin narx keyin ko'tarilgan. Demak, o'sha -100 qo'ymaganimda o'sha yo'qotish bo'lmasdi. Bu endi ish jarayonida, strategiyani sinash jarayonida, real vaqtda ishlaganda kelib chiqadigan vaziyatlar. Oldindan bilmagandim o'zim bunaqa holat bo'lishini. Programmani o'zim yozgan bo'lsam ham hamma kodlarni baribir shu real sinash jarayonida shunaqa vaziyatlar kelib chiqaveradi.